Assalomu alaykum, o'rtoqlar, hormanglar, tuzukmisizlar, omonmisizlar, finallarni ko'rib oldinglarmi, eson-omon. Futbolda kanali, ikkinchi son yangi kanal, obuna bo'linglar. Bizlarni poddeshka qilib turinglar. Bugun sizlar bilan finalni ozgina obsujat qilamiz. Yana va mana boshqa masalalar bor. Sizlar bilan Mirsadir va Afzal og'aynim. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bo'lsa og'aynim. Rahmat, Xudoga shukr. Nima gaplar o'rtoq o'zingda? Nastroyening qanaqa? Yaxshimi? Yaxshi. Jay yaxshi emasdir menimcha. Bu kesatyapti hozir. Sabab o'tgan ko'rsatuvda aytdik, men Arsenalchiman. Bu o'zi PSG emas-ku, lekin menga qarshi chiqish uchun bu PSGni tanladi-da. Xullas, sal qizo'roq bo'lishi uchun. Lekin ozgincha bo'lsa ham tamom deyman o'rtoq. Aytganlarim sal bo'lsa ham to'g'ri chiqdi. O'zi vashiyatda to'g'ri o'yinni ssenariysini tuzib berdim o'tgan yilman. 1-1 hisobida o'yin yakunlanadi va penaltida seriyasidan PSG yutadi deganman. Ko'rmaganlar uchun o'tgan videomizni o'tib ko'rib olishinglar mumkin. Gap isboti bilan degandek bemalol. Shunaqa o'tgan safar hisobni taxmin qiluvdik. Men taxminim 2-1 Arsenal yutadi dedim. Bu penaltigacha boradi, 1-1 bo'lib PSG yutadi dedi. Taxminda o'z sal balandroq gapirsangiz, pastroq bo'lib qoldi. Sal pastroq bo'lib qoldi, chunki o'tgan ko'rsatuvda men montajdan qiynaldim. Balandroq gapiraverasiz endi. Ha, bo'ldi. Endi xafa bo'lmaysizlar. Unaqa video yozib yurmaganmiz. Endi og'aynim ozgincha bo'lsa ham opti bor bu sohada. Endi sekin-sekin moslashishga harakat qilaman. Kamera oldida endi o'tiryapti. Shu paytgacha o'tirmagan, syomkalar bo'lmagan. Hop, mikrofon hali olmadi u. Xudo xolasa endi sekin-sekin olamiz. O'shani mo'ljallab yurimiz ham. Biz kambag'allarga mikrofon bitib qolar, sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar. Xudo xolasa. Boshladi unda. Boshladi. O'rtoq, mana bu gal endi o'tgan gal sen ko'p savol berding menga. Men bu gal senga o'zim savollarni bermoqchiman. O'yin haqida, Arsenal haqida fikring qanaqa? Arsenal kutgandim bunaqa o'yinni. Endi bunaqa gapingni bo'ldi, uzr. Men moment so'ramasam esimdan chiqib qoladi. Bunaqa o'yin bo'lishini men kutdim. Nimaga desam, bizdan ancha yoshi katta, ancha o'qiti bor, sharhlovchilar, boshqa futbol mutaxassislari hammasi aytgandiki, shu dunyoning eng kuchli hujumkor o'yini bilan, komandasi bilan himoyani вообще yoraverayotgan komanda o'ynaydi. Juda qiziq o'yin bo'ladi deyshudi. To'g'ri. Men bu narsani kutgandim, o'zim ham buni taxmin qilib yurdim. Lekin men ertalabda Arsenal gol urishini kutmadim, to'g'risi. O'yinni boshidan gol urib o'ylamadim. Men uchun bu qanaqadir surpriz bo'ldi. To'g'ri. Xursand bo'ldim. O'shandan keyin yorvoradi deb o'yladingmi o'zi? Yo'q. Oxirgi o'yinlarni ko'rsang, Arsenal bitta, ikkita gol urib, faqat zashdan tushab, Arsenal faqat natija uchun o'ynayotdi. Demak, Arteta o'sha har doimgidek bir xillik anaqa stabilda ushlab yuraman deb o'yladi, lekin u o'ylagani ham 60-minutgacha foyda berdi. Bitta muammo bor, men shuni aytib ketay. Arteta, okey, eshitayotgan bo'lsangiz, keyin agar finalga chiqsa, unaqa seryozni o'yinlar bo'lsa, tavakkal qilish kerak ozgina rotatsiya qilish kerak. Rotatsiya, tavakkal. Har bir xillik to'g'ri effekt beryapti, lekin finalda oddiy komanda bilan emasda, u ham o'ynab kulib chiqib qolmadi-da. To'ppa-to'g'ri. Men PSGga nimaga anaqa qildim? Arsenal juda ham hurmat qilaman, yaxshi komanda. Yaxshi ko'raman Angliyada. Misol uchun men Arsenalga valet qilaman. Va Manchester City hammamiz valet qilsak kerak hozirgi kunda. Shuning uchun. PSGda rotatsiya ko'p bo'ladi. O'zing Bavariya bilan o'yinini ko'rding. Qanaqangi yutqizib turib, qanaqangi rotatsiya evaziga chiqib, undan o'tib comeback qilib ketganini ko'rding. Ana o'shaning uchun bitta shu irodasi uchun anaqa qildim-da. PSGga sal ishondim, to'g'risini aytsam. PSG zo'r komanda, dunyoning eng tez komandalaridan bittasi, top 3talikdan aniq bittasi bor PSGda. Yilning eng tez komandasi bu. Shunaqa. Bu haqli bo'ldi. Men hech qanaqa buni inkor qilmayman. Arsenal ham yutsa bo'lardi-yu. Men shu bitta muammo shu o'ng qanotga Kvicha o'ng qanotda o'ynarmidi? Kvicha ushlagan zashnik. Chap qanotda o'ynaydi. Yo'q, chakmaymiz. Yo'q, Oksiyonga qotillik yomon qildingiz. Xullas. Okey, yomon qildi. Xullas, gapimni davom ettiraman. Kvichani ushlaydigan Kray, Napoliga qaragan o'ng qanot adashmasam, o'ng qanotga Moskvalarni tushirib qo'ydi. Men
juda xafa bo'ldim. Yuragimni shu o'tirdim. Hozir shu Moskvaga minnatsa qiladi. Hozir minnatsa qiladi. boshqa bola ushladi. Haqiqatdan u Arsenalda o'ynab yurgan bola emas edi lekin. Bankada o'tiramdi u bola. Moskvada zaminda o'tirardi. Bilmas ekanman u o'yinchini, men endi bitta shu qilgan rotatsiyasi Artetani shu bo'libdi lekin bunisiga ishlabdi. Timberni tavakkal qilib bo'lsa ham tushirish kerak. Baribir ikkinchidan ham tashadi. Arteta o'lsa-o'liga ortib o'ynadi-da. Timber bor. Timber kuchli. Timber ancha kuchli edi. Yorvardi, o'zi ham Timber mana bunaqa o'tirgan bo'lsa, qachon tushiradi meni. Yo, yana bir savolim Saka nima qildi? Nega basketbol o'ynadi qo'li bilan Saka? Shu narsa penalti berilmagan vaziyat. Bu endi nima deydi, Atelatdan qilmadi birinchidan, ikkinchidan bu rikoshet orqali o'ziga o'zi rikoshet qildi. Ikkinchi sababi, uchinchi sababi oldida hech qanaqa nima deydi, vaziyat, misol uchun kimdir Saka bo'lmaganda ko'ptoni olib tepadigan yo'nalishini yo boshqa o'zgartiradigan hech qanaqa PSG o'yinchisi yo'q edi. Xavfli vaziyat bo'lmasdi. To'g'ri. O'sha hisobiga ham bu finalga arzigulik penalti bo'lmadi. O'yinni buzib qo'yadi. Demak, boshqa hakam bo'lganda ham bu vaziyatda penalti beradi. Menimcha penaltiga tortadigan, chunki hozirgi sudyalar ancha nima deydi, barbaga qo'yib beryapti. Korobkaning ichida bo'lsa, qattiqroq qo'polliklar bo'lsa qo'yib beryapti. Penaltini beryapti. O'yinni buzib qo'ymaydi otdi. Shuning uchun mana shunaqa gap endi. Saka ham o'zi formasi hali 100% tiklanmagani ko'rinib turibdi. Bunga amin bo'ldik, ko'rib. Lekin uni Sakani o'rniga Maduekeni tushirdi. Madueke Sakadan yarim to'qchi bilan o'ynayotganda ham o'ynamabdi-da. Qanaqadir ko'tara olmadi Madueke finalda. Madueke baribir hali menimcha yoshli hissa kerak finalda. U yana ozgina opit kerak unga. Yoshli emas bu nima deydi? Shu aytganingda opit, tajriba kerak, finallarni yana ikkita final ko'rish kerak, katta o'yinlarda o'ynash kerak. Lekin men rostakasim aytaman, Arsenal muxlislari ham bilsa kerak, iminoy Kai Havertzdan men gol kutmadim. Endi kutasanmi, kutmaysanmi, uni markaziy hujumchi qilib qo'ydi. Vazifasi gol urish edi. To'g'ri. Urganda ham yorvordi. Lekin Baratarisi Safonov o'tgan gal Safonov rostakasim aldadi. Haqiqatan aldadi. U pastga tepadi bo'ylab, qo'llari bilan pastga qilib oldi. Unaqa tepmasa ham gol urish qiyin edi. Men juda ham xursand bo'ldim. Yorvordi, sakrab ketdi o'rnimdan. Arsenal muxlisi bani endi qanaqa gol bo'lsa ham yoqadi, lekin bu juda ham chiroyli kirdi-da. Bo'lib ham sirazi 5-6-minut ichida. Yana bitta vaziyat. Kai Havertz bitta vaziyatda katta qilib zadarang qilib qo'ydi. Men gol kutdim o'tdan, lekin himoyachi gap yo'q. Himoyachimi, Vitinam kimni? Marquinhos mana qaytardi. Zarbani qaytarib qoldi. Lekin zo'r imkoniyatga Edgar shunday bitta pas bilan chiqardi. Lekin vaziyatli imkoniyatidan qaraydigan bo'lsang, o'zing bilasan, hisob juda katta bo'lib ketish kerak edi. PSG da juda ham ko'p imkoniyat bo'ldi. Vitinyoning o'zida kamida 3 ta golli shans bo'ldi. Barkalar tushgandan keyin nima qilishiganini o'zing ko'rding. Kuchli o'yinchi ekan u ham. Barkalar kuchli-yu, lekin bekorga Fransiya terma jamoasiga taklif qilinmadi. Kvarani o'rnini bosa olmadi. Kvara o'rnida o'yindi, gol urardi. Barkalar ikkita momentda juda tez o'tib ketganini juda ko'rding, o'zing ham juda ham tezlik bilan o'tib ketdi. Menimcha uni fani bilan bir qilib bo'lsa kerak. Sen bitta narsani hisobga olgan. To'g'ri, Barkalar tez yuguradi, lekin Saliba uje 88-minutdamidi, 87-minutda bo'ldi bu vaziyat, to'g'ri. U uchib qolgan edi. O'z oxiri tushdi. Charchab uchib qolgan edi. Nimaga desang, u hujum juda ham tez, PSJniki uni ushlab turish o'zi bo'lmadi. O'zi Arsenal ko'ptoni tashlab berdi. Davay kellaring, biz faqat devor qo'yamiz, o't olsalaring o'tlaring. Lekin Arsenal oldinga chiqmadi. Qachon chiqdiki, PSG gol urgandan keyin Arsenal ozgina qo'shdi. Golli vaziyat ham bo'ldi, burchi zarbasi ham olishni boshladi. Ozgina qo'shdi, lekin vaziyatdan foydalana olmadi. Lekin men endi Arsenal treneri emasman. Agarda men bo'lganimda o'sha joyda 1-0 bo'lgandan keyin har doimgi o'yinimni qilib yotamasdim. Nabarot qo'shardim. Bilsang PSG bilasan, bitta shu pas yeganini bir sezsa uje anaqa qilib tashlaydi. Bavariya ham shunaqa pas yetirdi, sal bu yoqda ushlayman dedi. Comeback oqibatida yutqizib qo'ydi keyin. Nima qara, Arsenal PSJning tezligini biladi, lekin qo'shdi tavakkal qilib Arteta. Qo'shganda o'sha Barkalar o'shanda qochib ketdi. Qo'shganda. O'shani keyin Arsenal bildida, yo'q, biz sekin devorda uradi. Qishqa beramiz. Sekin olib kishlarga bo'ladi dedi. Shunaqa yana oxiri penaltigacha borishdi-yu. Qo'shimcha vaqtda umuman qiziq bo'lmadi, lekin 2-15 minut juda ham zerikarli. Juda ham zerikarli bo'ldi. U futbolistlar juda charchab bo'lgan edi, aytganingdek, chunki bor kuchi bilan, bor
e'tibori bilan shu 90 minutda ikkalasi ham hal qilishga o'ynadi. Oxirida baribir PSG 1-1 o'ynasa ham ko'rding. Yana hujum bo'ldi. O 96-minutgacha vaziyat PSJda bo'ldi ko'pincha. Men o'ylashim bo'yicha bu ssenariy o'yindan oldin yozilgan. Ha. Men yozib berganman. Qandoq his qilasiz? Bu o'tgan ko'rsatuvdagi gaplarni aytdi-da. Ko'ringlar, absi qiziq bo'lgan. Albatta aytgan hamma narsasi почти to'g'ri chiqdi-da. Почти. Zaminlarga kelsak, almashtirilgan o'yinchilarga Sakan o'rniga Madueke tushdi, hech narsa qila olmadi. Xo'p, Eze tushdi markazga, u ham ko'rinmay qoldi. Bu yo'g'a Martinelli tushdi. Baxshi tushunmadim u bolani. Eze kashfiyot Arsenal uchun, futbol uchun bu yil Eze APLda yaxshi o'ynadi. Yo'q, o'zi bu yilgi kashfiyotlardan bittasi demoqchiman. Yo'q, kashfiyot emas. Sekin u ham Arsenalga tramplinga o'tdi-yu, o'zidan. Tramplin. Yo'q, APL yaxshi kuzatmaydi bu. Ha bo'lmaydi. APLda Eze o'zi Crystal Palace'da oppoqsini ko'rsatdi. Shu Crystal Palace o'ynaydi. Arsenalga bu yengillik bo'lib o'tdimi? Sekin yengil anaqa kashfiyotlardan bittasi, men bilaman, ahmoq emasman. Kashfiyot emas, u kashfiyotni nimani aytiladi? Yo'q joydan o'yinchini murabbiy bor, misol u bola, men misol uchun meni fikrimni aytsam, Eze Arsenal uchun bor o'yinchi hisoblanmaydi. Misol uchun qanaqadir mana futbolistlar bo'ladi-yu, o'sha komandaga kelgandan keyin rostdan katta bo'lib ketdi. To'g'rimi? To'g'ri bu gaping ham, lekin Eze o'zi padarka o'yinchi emas edi. Eze o'zi Arsenaldan chiqqan, Arsenal tarbiyalanuvchisi. Crystal Palace'ga berib Crystal Palace'ga berib olgan, kuchi yetmaydi bizga dedi. Keyin o'zini o'tdi isbotlab, Arsenal qaytib kelganiga shunaqa xursand bo'ldi. Shuning uchun 10-raqamni berishdi Ezega. U o'zini oqlab qaytib keldi. Lekin sen yerga urib yubording Ezeni. Yo'q, endi Arsenal katta klub uchun Eze. Eze Crystal Palace'dan ko'ra hozir Arsenalda o'zini yaxshiroq ko'rsatdi. Menimcha shunaqa, jamoaning darajasi ham bor-ku. Yo'q, darajasi bo'lmasa, misol uchun unaqa katta klublarda o'ynamaydi. Xullas, anaqaga qaytaylik, o'zgarishlarga, maydonga tushgan o'yinchilarga, Martinelli Trassaroniga tushdi. Shuni men Edgar bilan Trassar bekor oldi dedim, lekin chunki o'ringa tushgan o'yinchilar hech narsani qoyil qilmadi. Katta oyim aytardilar, rahmatli. Ular o'yindan ham oldin, o'yindan keyin ham gaplar bor edi. Bir navi deydi-yu. Bir navi bo'lib qoldi. Martinelli qochib gol uradimi deb kutuvdim. Chizuvdan oyog'iga o'tmadi, ani markaziy chizuvdan. O'tkazishmadi, to'g'ri, lekin u yerda ham chunki tezkor himoyachilar bor edi. Qariyalar emas edi, yaxshi o'ynaydigan. Xullas, o'yin yaxshi bo'ldi. PSJni tabriklaymiz. Boshqa mavzuga o'taylik. Asamimiz Real Madrid qilgan ish qildi PSG. Luis Enrique'ni nega unaqa bo'lib ketdi ularning yuzlari, hayajonda nimadan yo'q kana ichib oldilar, ketdi, qizarib ketdingiz. Menimcha kirib 50 gram. Shunaqa bo'lib ketdi shekilli, xursandchiligidan. Oxirgidan yuborganlar. Bitta oxirgi temani yopaylik, Arsenal PSJni tabriklaymiz. PSG muxlislari. Penalti to'g'risida gapirmoqchiman. Shu sen Arsenal uchun yengillik, topilma degan Eze degan o'yinching. Haqqa tepganini ko'rdingmi? Ha, chap tarafda. Tepib, vartiga ham yaqinlashmadi. Mayli, uni keyin Raya to'qillab ketdi. Oxirida Gabriel shuncha oqlab o'ynagan anaqalarni endi yuvardi demayman-ku, to'g'ri bu penalti, bu jackpot 50-50 o'tdi, hayajon, hal qiluvchi udar tepotdi, bosim katta bo'ladi. Bitta narsani aytib ketaman. Kecha ishxonada ko'rib o'tirdik-da futbolda, Gabriel ko'p to'ni olib kelyapti-da. Men aytdim, ishxonadagi akalarga bo'ldi, Arsenal o'tkazdi dedim. Nimaga deyishyapti-da? Hal qiladigan ko'p to'ni davomma Gabriel ko'tarib kelyapti. Bu защитник davomma. Bu yerda bosim katta davomma. Himoyachi защитник kamdan kam ideal tepadi-da. Tepaga tepadi. Unaqa udarlarni Rams tepadi. Tepaga tepadi. Men shu narsani bildim-da, o'girilib qaramadim. Voy deyishdi, bo'ldi. Shundan tushunib oldim. Keyin kirib ozgina yig'lab. Men anaqa dasturxon cho'g'irladim, qo'lga. Xullas shunaqa bo'ldi. Shu bilan menimcha, sen fikring bormi penalti bo'yicha? Yo'q, meni fikrim yo'q. Men fikrimni oldin ko'rsatuvda bildirib qo'yganman. Ko'rmaganlar uchun ko'rib qo'yishinglar mumkin yana bir bora. Mana endi sizlarga o'zi yengillik, o'zi shundoq ham finalga kelishi o'zi bu birinchidan, ikkinchidan unaqa katta yukni bittada endi Arteta bong'illatib olsa ham bo'lmasa ketib qolishiga to'g'ri keladi iste'foga chiqib. Yana Arteta bilan birgaligi bilan tabriklayman. Shunaqa, rahmat. APL chempioni bo'ldi. Shu bizani hozir bosyapti. Bu mayli, endi APL olgani sal yengilroq turibdi. Sizlarga menimcha APL g'amliroq edi.
APL olish. Misol uchun har yili o'ynaydi Chempionlar Ligasida o'zini o'yinini ko'rsatadi. O'ziga yarasha fanatlari bor, Arsenal o'ziga yarasha muxlislari. O'sha tempida tugatadi har doim, chiroyli. Shunaqa. Bu gal endi oxirigacha ham boradi. Bu mavzuni yopamiz. Yopamiz. Sababi Sababi tilim aylanmayapti. Asab buzilyapti. Boshqa mavzuga o'tamiz o'rtoqlar. Asabiyni buzmagan. Endi mavzuyimiz O'zbekiston terma jamoasi haqida. Bu birinchi o'rtoqlik o'yinimiz. O'zbekiston va Kanada terma jamoasi bilan bo'ladigan o'yin. Eslatib o'tamiz, 2-iyun kuni tonggi sahar 6:00 da futbolni ko'ringlar hammanglar. Kanada bilan agar uyg'onsanglar, albatta bizda futbol juda yaxshi ko'rishadi hammalari. Tim bo'li O'zbekiston o'ynaydi. Tim bo'li O'zbekiston o'ynaydi. Chempionlar Ligasini ko'rmaganlar ham O'zbekiston o'yinini ko'radi. Shunaqa futbolga qiziqmaydigan odam ham O'zbekiston vatan uchun ko'radi. Hozirgi kunda Tim bo'li bizda nafaqat erkaklar, ayollar ham ko'paydi O'zbekiston terma jamoasiga. Internetda rosa aylanib turgan, qanotda gap yo'q. Abdushi O'zbekistonni baribir vatan boshqacha-da, vatan Конечно, qo'llab-quvvatlashdan Arsenal chetga o'tib qoladi men uchun vatan. Real Madrid ham chetga o'tib qoladi bunaqa payt. Xullas, o'yinga o'tadigan bo'lsa, Kanada bilan O'zbekiston menimcha bir ishlab to'xtashga yotdi. Lekin hozir bizda 5 yillik bizaveradigan tarkib. Kutilmalar qanaqa bo'ladi, o'yin kim nazorat ostida bo'ladi. Endi men o'ylayman, o'zing fikringni, o'zim fikrim O'zbekiston u yoqqa bordi, adaptatsiyaga menimcha vaqt kam berildi. Endi kam berilmadi, o'rtoqlik o'yin uchun kamda bu. O'rtoqlik o'yin vaqtli belgilangan, borishdi. Menimcha bir hafta bo'lishdimi? Adaptatsiyani trenirovka qilib. Menimcha kam deb o'ylayman. Yana bilmadim, lekin O'zbekistondan har doim yaxshi narsa kutamiz. Xudo xolasa g'alaba qozonishadi. Minimal hisobda bo'lsa ham, lekin Kanadani futbolini ko'rmaganman. Qara, Kanadada xokkey rivojlangan. Kanadada to'g'ri aytadi, xokkey rivojlangan. Men azmuncha bo'lsa ham futbollarni ko'rganman. Amerika kuboklarida, o'zing ham bilasan. Kanada bizga zo'r anaqa birinchi sopernik deb hisoblayman. Nimagaki, bizaniki ancha hujumkorroq futbol, Kanadaniki ancha защитник futbol. Как Arsenal, tartibli anaqa Amerikani o'ziga yarasha, o'zini hududida, u butun dunyoda demayman. E'tirozlar bo'lmasa, o'zini hududidagi tartibli, himoyaviy futbol ko'rsatadigan komanda. Chunki unaqa ko'p gol urib olgan o'yinlari ham yo'q. Lekin ko'p gol o'tkazib olgan o'yinlari ham yo'q. Endi ani Zverlar bilan to'g'ri kelib qolsa, ular yanchib tashlaydi. Uncha komandalar bilasan. Xo'p, o'yinlarni qisman ko'rgan ekansan Kanada. Qisman ko'rganman. Bizani Osiyodagi qaysi terma jamoa o'yiniga o'xshab ketadi? Xo'p, nima desam bo'lar ekan? Ko'proq aytadigan bo'lsam, Qatarga o'xshatib olaman. Qatarga. Ochilib ketsa o'yin ochilib ketadi. Lekin yopilib ketsa o'yinini qidirib ham topa olmaydigan terma jamoa deb o'ylayman men. U Qatar o'yiniga o'xshaydi do'stsan, arabcha o'yin qilishmaydi deb yotib olib. Endi provokatsiya qiladi. Bo'lsa kerak, ular menimcha bizning futbolistlardan bitta bosh vaqotroq, baribir Amerikani fiziki holatlari. Yo'q, fiziki emas, ko'rinish holatini o'zi fizikidan bizdan vaqotgani xili yo'q. Abboslar bilasan, chotdan orasidan bo'lsa yugurib o'tib ketadi hammasi. To'g'ri. Go'da bo'ybast baland bo'lishi mumkin. To'g'ri, lekin bizga Husanovga 2 metrli dev bo'lmaydimi? Shunday qiladi. Yo'q, короче. Xudo xolasa yutadi degan umiddamiz. Tarkib ancha kuchli. Kanava robotda o'yinchilarni yaxshilab ham tekshirib oladi, lekin ancha ehtiyot bo'lib o'ynashsa kerak. Jahon chempionatidan oldin hech qanaqa travmalarsiz. Meni fikrim aksincha. Hali undan keyingi o'yinlar to'g'risida gaplashamiz. Bu yoqda ikkita sopernik tanlangan. Bittasi shu anaqa himoyaga qattiq e'tibor berib, shotda ushlaydigan komanda, ya'ni Kanada tanlangan. Ikkinchisi juda ham hujumkor o'ynaydigan Gollandiya tanlangan. Bu ikkalovi ham o'sha jahon chempionati oldidan O'zbekistonni har ikki xil uslubda ko'rib olish uchun bo'lgan. deb o'ylayman. Kanavarro'ning anaqasi bo'yicha. Biz ham futbolchilarga, futbolistlarga ham bu tajriba bo'ladi qaysidir ma'noda. To'ppa-to'g'ri. Foydalanib olishadi, xudo xolasa. Menimcha yuzimiz yorug' bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. O'yinda gaping bo'lib qo'ydim. Videomiz ham ancha cho'zilib ketdi. O'zingni taxminiy hisobingni ayta olasanmi shu o'yinga? Taxminiy hisobim maydalashmayman. Kechagi o'yindagi 2-1 bo'ladi demayman. Xudo xolasa 3-0, 2-0 atrofida bo'ladi. Inshaalloh men bolalar gol o'tkazishmaydi nasib. To'g'ri. Siznikichi? Meniki ham xuddi shunaqa, faqat 2-0 emas, O'zbekiston terma jamoasi Kanadaga bemalol ikkidan ko'p gol ura oladi. Yo 3-0 yo 4-0 bilan o'yin tugaydi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Mening taxminim shunaqa.
Bolalar rosa o'zini ko'rsatishga o'ynashadi, xudo xolisa. Chunki sostavga kirish kerak. U yoqda bilasan, 30 ta bolalar ketgan, undan 4 tasi qaytib kelish kerak. Kaknik hamma o'zini ko'rsatadigan ikkinchi gol, birinchi o'rtoqlik o'yini hamma kimni tashlasaki, hamma o'zini ko'rsatishga o'ynaydi. Xudo xolisa. Anaqa Hakkeni vataniga borib, Hakken shotini qilib kelishadi. Hakken shotini qilib kelamiz. Xullas do'stlar, bizda shunaqa Hakkeni Kanadaga futbolda o'rgatib qo'yamiz. Xudo xolisa. Xudo xolisa. Do'stlar, bizda shunaqa gap, kommentariyada o'zingizlarni fikringlarni qoldiringlar. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Gaplaringiz bo'lsa? Yo'q, shu og'aynimga gapiga qo'shilaman, like bosishni esdan chiqmasin. Obuna bo'linglar. Obuna bo'linglar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab bossanglar, tezroq biz mikrofon olamiz. Yaxshi studiyalar qilamiz. Bugun sal noodatiy do'kondamiz, joydamiz. Lekin mazaq kislorodda o'tiramiz, o'rtoqlar. Mazza qilib, nafas olib. Xullas shunaqa gap. Obuna bo'linglar, like, kommentariy esdan chiqmasin. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Futbolni yaxshi ko'rgan tanishlarga tashab qo'yinglar. Mana bu yangi chiqibdi, eshitib ko'rlaring bo'ladimi yo'qmi? Sog' bo'linglar. Sog' bo'lishga majbursizlar. Charchamanglar.